Namangan viloyati bolalar kutubxonasi. Birgalikda kitob tinglaymiz. Hikoya Zina. Keling tanishaylik. Ismim Habibxon. Kim ko'rsa, katta bo'libsiz-ku, toybola deydi. Shunda erkalanib ketaman. O'ziyam 3-sinfga borgan bola katta bo'ladi-da. Ayniqsa qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lishni bilsa. Birlik, o'nlikni-chi? Buni ham bilib olganman. O'rganishim rosa qiziq bo'ldi. Faqat daftar kitobga o'ralashib qolmay, shunaqa narsani o'ylab topdim. O'rtoqlarim ham hayron qolishdi. Ko'p qavatli binoda yashasang zo'r bo'larkan. Xohlasang, xohlamasang, nechta zina yuqoriga ko'tarilishingni bilging kelarkan. Ba'zan mehmon kelsa-yu lift ishlamay qolsa, namuncha zinangiz ko'pa deyshadi. Shunday qilib zinani sanashga tushdim. Bahonada hisoblashni ham o'rganib olaman. Yo'lakdan 1-qavatga 5 ta zina bilan ko'tariladi. Hozircha uni hisoblamay turay. 1, 2, 3, 11. Ozgina burilib yana ko'tarila boshladim. 1, 2, 3, 11 deganimda 2-qavatga yetdim. Endi qarang. Zinaning 1-qismi 11 ta, 2-qismi ham 11 ta. Ya'ni 11 ni 11 ga qo'shsak, jami 22. 2-qavatdan 3-qavatga ham xuddi o'shanday chiqdi. 3-dan 4-gacha bu ham roppa-rosa 22 ta. Uyimizga chiqish uchun nechta zinadan ko'tarilar ekan mana? 3 ta 22 ni bir-biriga qo'shgandim, 66 chiqdi. Men-ku shuncha zinani bosib chiqsam, 9-qavatda turadigan o'rtog'im nechta zinadan chiqarkin-a? Avvaliga 22 ni 8 marta yozib chiqdim. Voy boy, rosa cho'zilib ketar ekan-u. Baribir qiynalib bo'lsa-da qo'shib hisobladim. 176 chiqdi. Osonroq yo'lini topa olmaymanmi? Dedim, yana o'yladim. 22 ni 8 ga ko'paytirsam-chi? Qani yozib ko'ray. 2 ni 8 ga ko'paytirsak 16, yoddagi 1 ni qo'shsak 17 bo'ladi. Jami 176. Toppa to'g'ri chiqqanida yashavor dedim o'zimga o'zim. Endi matematikaga qiziqib qolganimga ishongandirsiz. Faqat sizga sekin aytib qo'yay. Shu sal katta jadvalda yanglishyapman-da. Hademay hammasini yaxshilab yodlab olaman. Kim biladi, katta bo'lsam katta matematik bo'larman. O'shanda matematikani qanday o'rgangansiz deyishsa, zinalarni sanab o'rganganman deyman. Ustozim buni eshitib qolsa, sira xafa bo'lmaydi, chunki u meni juda ham yaxshi ko'radi. Iya, 176 ga 5 ni qo'shish esimga kelmabdi-ku. Axir yo'lakdan 1-qavatga 5 ta zina orqali ko'tariladi. Do'stlar, sizlar ham xonadoningizda yoki ko'cha-ko'yda qayerdadir zinalarni ko'rsangiz sanab ko'rganmisiz? Men doim zinalarni shunday sanab yuraman. Bu matematikani o'rganishimga ancha yordam beradi. Sizlar ham ushbu usuldan foydalanib ko'ring. Habib do'stim to'g'ri aytgan ekan deysiz. Salomat bo'ling.